Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Janbadagi Luliye deydigan bir kichik kentda, bu kent men turadigan kent bilan qo'shni kent. Hozir turayotgan yerim mushu kentdagi bir kichik biologiya tajriba bog'chisi. Bundaq deganim Janbadagi bog'banchilikni, gulchilikni o'rganadigan kasbiy maktab o'quvchilari mana musharga kelib praktika darslarini o'qiydi, praktikadan imtihonlarni berdi. Shunga har qitimliq maktab bitirdigan yoki yillik imtihonlarda ba'zi ijodiyatlarni, ya'ni har xil guldastlarni, har xil gul shakllarini chiqarib bergan imtihonlarini ba'zida ancha-muncha kelib ko'ramiz. Ajoyib odamni qoyil qilarlik, bir-biridan go'zal shundaq asarlarni yaratadi. Bugun Ramazonning 15-kuni. Ramazonning 1-kuni sizlarga dangliq shoirimiz Abdurahim O'tkirning Hidoyatnoma nomli she'rini o'qib bergandim. 2 hafta ko'zni yumib ochqicha o'tib ketdi. Shunga bugun yana ekran oldiga kelib sizlarga Vahidjon Osmonning she'rlaridan o'qib bermoqchi. Vahidjon Osmon to'g'riliq qarindoshlar ancha ko'p bilmesi kerak. Men Vahidjon Osmonni yaxshi bilaman. Qo'limda turgan bu ikki kitob, biri Ovozliq o'qiya, yana biri 41 yurak. Bu Ovozliq o'qiya. Bu kitoblarni shoir o'z qo'li bilan menga bergan. Xo'sh, bugun 41 yurak nomli bu she'rlar to'plamidan sizlarga bir necha she'rni o'qib berishni planladim. Mazkur kitob 2013-yil 6-oyda nashr qilingan. Aldı bilan Vahidjon Osmon haqida nashriyatdan berilgan qisqacha tarjimalni o'qib beray. Nashriyatdan. Shoir Vahidjon Osmon 1963-yili 1-aprelda Kalpin noyisida tug'ilgan. 1985-yili Xinjiang universitetining adabiyot fakultetini bitkazgan. 1985-yildan 2001-yilgacha Miras jurnalida muharrir bo'lib ishlagan. 2001-yili Xinjiang Ma'rif nashriyatiga yetkilib kelgan. 2002-yildan 2005-yilgacha Xinjiang Ma'rif jurnalining muavin bosh muharriri bo'lgan. 2006-yildan boshlab Uyg'urcha darslik tahrir bo'limida ishlab kelmoqda. Shoirning tunji she'ri 1983-yili jamoatchilik bilan yuz ko'rishgan. Shundan tortib hozirga qadar 50 parchadan ortiq she'r va dostonlari har qaysi matbuotlarda e'lon qilingan. Bir turkum she'rlari xanzuchaga tarjima qilingan. 40 parchadan ortiq she'riga ohang ishlangan. Bir qism she'rlari chet ellarda e'lon qilingan. Bir qism she'rlari mamlakat va avtonom rayon darajalik mukofotlarga erishgan. Vahidjon Osmon Uyg'ur xalq adabiyotini to'plash, ratlash va nashr qilish xizmatida oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirgan. U nashrga tayyorlagan tepishmoqliq cho'chaklar, Uyg'ur bolalar qo'shoqlari, Ibrohim Said latifilari Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan. 2001-yildan hozirga qadar boshlang'ich o'rta maktablarning Uyg'urcha til adabiyot darsligini tuzish, tahrirlash xizmatiga qatnashib, mo'l natijalarni qo'lga keltirgan. U ishlagan Qirliq istakan, Kechkib echilgan gul qatorliq televiziya teatri va bir qism MTV plastinkalari keng jamoatchilikning yoqtirib ko'rishiga muyassar bo'lgan. U tarjima va nashr qildirgan Turkiyaning ko'p qismliq televiziya teatri Chaliqushning VCD plastinkasi ko'rurmanlarning zo'r olqishiga sazovor bo'lgan. Hozir Vahidjon Osmonning 41 yurak nomli bu kitobiga kirgizilgan she'rlardan bir nechini o'qib beraman. Bu kitob nihoyat sifatli ishlangan ekan. Shundoq chiroyli boshlandi Vahidjon Osmon. Xinjiang Ma'rif nashriyati rasm. Endi mazkur kitobga
berilgan beg'ishlamani o'qib. Shoirning 41 yuragi. Shoir Voyitjon Osmonning 41 yurak nomli she'r to'plamiga beg'ishlama. Azizi. İnsan qachon paydo bo'lgan? She'rchi. Bu savollarning o'tirg'a qo'yilganiga va bu haqdagi bas munozirlarning davomlashayotganiga uzoq zamonlar bo'ldi albatta. İnsanning paydo bo'lishi bilan she'rning paydo bo'lishini birlashtirib tasavvur qilishning prinsipalliq asosi bo'lishini atayin. Shundaqdimi inson bilan she'rni bir-biridan mustasno holda tasavvur qilib bo'lmaydiganligi hammaga oydin haqiqat. Odam, tabiat, go'zallik, hayajon, iztirob va mushularga tutishib keladigan ruhiy munosabatlar zanjirining oxirgi halqalari ko'p hollarda qo'yuq she'riy tuyg'u, ma'lum aqliy bishorat va o'zgacha ritmga ega nidolar bilan yakunlanadi. Bular she'rga xos alomatlar emasmi? Tasavvur qilishga bo'ladiki, balkim eng dastlabki she'rlar yeziq ixtiro bo'lishdan burunla paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odamning havo anaga tunji pichirlashlari balkim eng dastlabki muhabbat lirikalaridir. Shu sababdan insonning paydo bo'lishi bilan she'rning paydo bo'lishi o'ttirisidagi farq ancha cho'ng bo'lmasi kerak. Chunki insonga xos olamshumul tuyg'ularni his qilib yetalaydigan muqaddas ruhdan opirada bo'lgan. Bu ruh yurakka mujassamlashgan. She'rning manbasi yurakka tutishidir. Biz she'rga jo'r bo'lib, hayotning bitmas, tugumas tilsimlariga nazar tashlaganimizda, ko'z oldimizda xuddi qadimki afsonalardagidek yorqin va mangu oxirlashmaydigan samoviy bir dunyoning jilvisini bayqaymiz. Bu shoirning dunyosi, she'riy dunyosi. Birinchi. Buningdan 33 yil muqaddam, ya'ni 1980-yilning yomg'irli kuz faslining birida Urumchi shahrining janubiga joylashgan oliy ma'rifat makoni Xinjiang universitetiga qadam bosdim. Men bu universitetning til adabiyot fakultetiga qabul qilingan edim. Bu mening o'rta maktabni bitkizish oldidagi eng cho'ng orzuyimning amalga oshishi edi. Men qabul qilingan sinfda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ul millatlariga tava 44 nafar o'quvchi to'plangan edi. Mening Xinjiang universitetidagi 5 yillik hayotim har jihatdan unutilmas ma'nolarga ega bo'ldi. Men hayotimda tunji qitim oilamdan ayrilib, uxlasam tushimga kirmaydigan azim shahar Urumchi bilan tanishdim. Men bu yerda o'zim qizg'in ishtiyoq bog'lagan adabiyotning nazariyaviy asoslari bilan tanishdim. Men bu yerda darsxonning emas, o'quvchilik hayotning intayin qimmatlik maktab ekanligini his qildim. Men bu yerda o'zimning tunji she'rimni yozdim. Men bu yerda hayotimda unutilmas do'stlarga erishdim. Sinfimizda Aqsuning Kalpin diyoridan kelgan chiroyimi, qiziqishimi menga o'xshab ketadigan bir saboqdishimiz bo'lib, biz asalda chiqishib, qizg'in, samimiy do'stlardan bo'lib qoldik. Mana bu hayotimdagi eng qadrli, sirdosh, dildosh do'stim. O'zining samimiy, qaynoq hissiyotga to'yingan, fikri yorqin, jalbkor she'rlari bilan o'qirmanlarning nazariga tushgan shoir Vohidjon Osmon edi. Ikkinchi. Vohidjonning eng dastlab yozilgan she'rlarining guvohchisimi, tunji o'qirmenimi men edim. Biz ko'p hollarda adabiyot haqida, she'r haqida to'liqlashgan qizg'inlik bilan paranglashdik. Yozgan mashqlarimizni o'zaro o'qishib, o'zaro fikrlashib, o'zimizga xos nazar bilan takrorlashatdik. She'rdan iborat sirliq ishqning firaqida tang kuyishib, tang bo'zlashatdik. Esimda qilishcha, Vohidjonning dastlabki she'rlarining biri ona haqida edi. Barmoq vaznida har bir coupleti 6 misradan tarkib topgan xeyli uzun hajmdagi bu she'r
ayni chaqdagi Tarim jurnalida e'lon qilingandan keyin söyümlük ustozimiz, kuyimchan jurnalist, shoir Jabbor Ahmed akaning samimiy muayyanlashtirishiga sazovor bo'lgan edi. Meningcha, Vahidjonning o'quvchilik va ijodiyat hayotida muhim ahamiyatga ega ishlarning biri Şinjan Universitetining Til adabiyot fakultetidagi ijodkor o'quvchilarni asos qilib qurilgan ijodiyat uyushmasi bo'lsa kerak. Vahidjon bu uyushmaning aktiv tashabbuskori va g'ulluq a'zolarining biri edi. Bu uyushma dastlabda fakultet va maktab doirasida, keyincha jamiyatga yuzlangan holda ko'p qitim ahamiyatli ijodiy faoliyatlarni uyushtirdi. Bu faoliyatlarga fakultet va maktab rahbarlarining qizg'in ko'ngil bo'lishi bilan ayni chaqdagi har qaysi gazet jurnallarining muharrirlari, yozuvchi, shoirlar, axborot nashriyat xodimlari taklif bilan qatnashdi. Natijada uyushma a'zolari muharrirlar va yozuvchi shoirlar bilan tanishishdi. Ularning ko'ngil bo'lishiga sazovor bo'ldi. Bir qism gez jurnallar uyushma a'zolari uchun maxsus sahifalarni ichib, ularning ijodiyat qizg'inligiga amaliy madad berdi. Şinjan Xalq radio stansiyasi uyushma a'zolarining asarlarini bir necha qitim maxsus lentaga elib anglatdi. Hatto Şinjan televiziya stansiyasi uyushma tarafidan tashkillangan she'r deklamatsiya, adabiyot san'at kechiligini naq maydondan singa elib maxsus programma ishlab tarqatdi. İcadkar o'quvchilar tarafidan tashkillanib, ayni chaqdagi Şinjan Universitetining madaniy va ma'naviy muhitida bir xil qizg'in kayfiyatni avj oldirgan. Bara-bara taraqqiy qilib, jamiyatga belgilik ijobiy ta'sir shakllantirgan bu xil faoliyatlar barliq uyushma a'zolarining, bo'libmi Vahidjonning she'r ijodiyatiga muhim ta'sirlarni ko'rsatganligini tasavvur qilishga bo'ladi. Üçüncü, Vahidjon Şinjan Universitetini bitkizgandan keyin xeyli bir mezgil Abnum rayonluq adabiyot san'atchilari birlashmasi Xalq Eg'iz adabiyoti jamiyatiga qarashliq Miros jurnalida ishildi. Bu Vahidjonning keyingi ijodiyat musofasi uchun intayin qimmatli mo'l manba bo'lib qoldi. Bugungi kunda Vahidjon ijodiyatda pishib yetildi. Avazliq o'qiya nomli hajm va sifat jihatda xeyli zo'r salmoqliq tunji she'r to'plami nashr qilinib tarqatilgandan keyin o'qirmanlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bu haqda bir necha parcha taqriz e'lon qilindi. Vahidjon bu to'plam bilan elimizdagi nupuzliq mukofotlarning biri bo'lgan Tulpar mukofotiga sazovor bo'ldi. Albatta, shundoq bo'lishqi munosib edi. Buning uchun Vahidjon to'xtamasdan o'rgandi, to'xtamasdan izlandi. Ijodiyatda to'xtamasdan o'zini tavlab bordi. Az bo'lmagan ruhiy badallarni to'ladi. Darvaqa, she'r yozish xolis bir jarayon. U har qanday maqsad, tama, g'araz, urinishni ko'tarmaydi. Agar shundoq tuyg'u, hissiyot aralashib qolsa, yezib bo'lolmay turibla qimmatini oxirlashtiradi. Lekin she'rga ko'rsatilgan izzat, shoirga ko'rsatilgan lilla munosabat shoir uchunmi, uning zamondoshlari uchunmi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. She'r, adabiyot ma'lum bir shaxsning emas, balki millatning ma'naviy boyligi. She'r ma'lum bir makon, ma'lum bir zamonning ma'naviy shajarisi. Shundoq ekan, she'rga, shoirga o'zining qimmatiga yarasha munosabatimizni izhor qilish albatta bizning aqalli burchimiz. To'rtinchi, oldimda Vahidjonning 41 yurak deb nomlangan navbatdagi she'r to'plamining original turibdi. Aldı bilan bu she'rlarni o'qirmanlardan burun o'qish fursatiga sazovor bo'lganligim uchun so'yindim. Andan qolsa she'rlarni o'qib, Vahidjonning yangi bir ruhiyat olimi bilan asra bo'ldim. To'plamdagi she'rlar ko'p jihatdan meni tabiiy holda o'ziga jalb qildi. Natijada dastlabki qadamda his qilganlarimni
Bundaq şeirlarni bir emas, bir neçə qitim oqugandala ondan onun meğizini çaqqılı boludu. Tövəndeki noktalarga yığınçaqlap gördüm. Birinci, şairning bu toplamga kirgizilgan şeirleri aldı bilen tema dairəsinin rangdarlığı bilen diqqətimizni tartıdı. Şeir icadiyetide tema tanlash şairning tafakkur xosligini, estetik balog'atini va aqliy farosatini namoyon qiladigan muhim omillarning biri hisoblanadi. Gerçi tema şairning birdan-bir g'oyasi, she'rning tubki muddasi bo'lmasa-mu, lekin u inchki nazar, puxta ideya ustiga quriladigan omil sifatida zo'r ahamiyatga ega bo'ladi. Şuna o şairning ijodiyat mahoratidan bishorat berdi. Meningcha she'rda temani ikki nuqtadan sharhlashga to'g'ri keladi. Biri tashqi tema, bu she'rning sarlavasini ko'rsatadi. Yana biri ichki tema, bu she'rdagi fikr yoki shoirning g'oyasini ko'rsatadi. Temadagi bu xil qatlamliq munosabat she'rning hayotiy kuchini namoyon qiladi. Vahidcan she'rlarda bu nuqtaga alohida ahamiyat bergan. Shoir bizni o'ziga xos temalar bilan gohi qadimki afsona, rivoyatlar dunyosiga boshlasa, gohida kelgusining go'zal orzu-armonlariga dalolat qiladi. Gohida tabiatning unutilmas mo'jizalari bilan ovundirsa, gohida hayotning ochiq-chuchuk daqiqalari bilan yuzlashtiradi. Bundaq köp mənbəlik icadiyat tündürmələri Vahidcanның mol ruhiyat cuğlanması, inçikə təfəkkür xaslığı və təbii ilham qaynaq hissiyatının cəvhəri sübtədə ayanlaşır. İkinci, şeir yürekdən oxçub çıxadı. Hissiyat bilən qanatlanıdı. Şunun üçün yürekdimi, hissiyatdimi, qılçılıq saxtalıqqa orun qaldırılmaydı. Samimiy hissiyat bilan emas, zo'riqish bilan to'qilgan she'r baribir o'qilmaydi. She'rda qanchalik muhim fikrning o'tirg'a qo'yilishidan qat'iy nazar, hissiyatga saxtalik aralashsa, u elning nazaridan qoladi. She'r yurakda yetilib, hissiyat orqali shoirga yezish amri qilinadi. Shoirning yozmay amali yo'q. Bu tabiiy, samimiy jarayon. Buningga amal qilolmagan shoir oxirgi hisobda o'zini xorlab qo'ydi. Vahidcanning bu to'plamga kirgizilgan ko'p sondagi she'rlarda hissiyotning chilliqi aniq gavdalanib turadi. Misra bilan misra, koplit bilan koplitlar orasidagi o'tishmalarda hissiyot yomg'irdak tomchilab emas, balki suzuk eqindak shildirlab eqib, tabiiy bir butunlikni hosil qiladi. Natijada o'qirmanni osonla o'ziga ram qilib oladi. Uchinchi, til she'rning jeni. Shoirning ifodalash iqtidori uning til boyligi tarafidan o'lchinadi. Vahidcan bir mezgil xalq eg'iz adabiyoti bilan shug'ullanganligi va davomli izdinish, o'qishni qo'ldan bermaganligi uchun uning she'ri tili o'ynoq, sodda va jozibillikka ega. U she'rlarda o'zlarining ma'no munosabatlarida yangi halqalarni shakllantirib, o'qirmanni o'ylab yetmagan estetik bo'shliqlarga undaydi. Unutilgan hukmlarni, xalq orasidagi xilvat so'z iboralarni qezib, she'riy til munbiriga elib chiqib, yorqin she'riy obraz, simbol va badiiy muhit yaratish uchun tirishadi. Bu Vahidcanning she'riy ijodiyatidagi muhim bir o'zgachilik hisoblanadi. Bir qism she'rlarda ba'zi so'z va misralar uda takror qo'llanilgan bo'lsa-mu, o'qirmanni zeriktirish u yoqda tursin, aksicha intayin yaqinliq she'riy muhitga jalb qiladi. To'rtinchi, har bir she'rning o'ziga xos qurilmasi bo'ladi. O fikir, hissiyat va mahorat tarafidan belgilanadi. She'rdagi qurilmani ikki turga bo'lish mumkin. Biri she'rning ruhini tashkil qiladigan, estetik g'oyaga singib ketgan ishki qurilma. Yana biri shoirning badiiy diti tarafidan belgilanadigan tashqi qurilma.
Şeirning qurilmasi ko'p hollarda she'rning taqdiriga to'n pichadi. Ya'ni shoir o'zi o'ttirga tashlamoqchi bo'lgan fikrni bayon qilish uchun hissiyot, til, obraz, kayfiyat, ritm qatorliq omillarni tashkillaydi. Mayli uzun yoki qisqa bo'lishidan qat'iy nazar, bir she'rning operada bo'lishi ana shundoq murakkab bosqichlarni eng yuksak pallada moslashtirishdan derak beradi. Bu she'rda mahorat deb ataladi. Vahidjon ko'p qism she'rlarda fikrni tanlash, tavlash, uning ritmiga, izchilligiga ahamiyat berish, hissiyotni so'z va misralar aro taqsimlash, kupletlar aro ham mantiqliq, ham estetikalik munosabatni saqlash, imkon qadar o'qirmanni qizg'in, samimiy, yorqin she'riy kayfiyatdan bahramon qilish imkoniyatini yaratgan. Uning she'rlarida hissiyot qo'g'lishi fikrdan chatlab ketish, stilistikalik vositalarga zo'riqib, mantiqliq ritmga sal qarash, sun'iy holda dabdabalik so'z iboralarga urinishdak illatlar uchirmaydi. She'rning tashqi qurilmasini belgilaydigan ritm, turoq, vazn, qofiya qatorliq omillar Vahidjonning she'rlarida ro'shan jozbilikni shakllantirgan. Bo'libmi ritm bilan qofiya kuchli garmoniyalik holatni shakllantirgan. Uning burunqi bir turkum she'rlarining chiroyli ohanglarga selinib naqshi qilib aytilishi va kishilarning yaxshi ko'rishiga sazovor bo'lishimi dal mushu omillar bilan munosabatli edi. Bu to'plamdimi naqsh qilib aytishga bob keladigan she'rlar oz emas. Vahidjonning burunqi she'rlari ko'proq barmoq vaznda, almash qofiya shaklida yozilgan edi. Bu to'plamda bo'lsa, uning shakl jihatdimi dodillik bilan o'zini yengilashga intilayotganligini ko'rib olish mumkin. Masalan, bu to'plamda vazn jihatda barmoq vazndagi she'rlarmi, orz vazndagi she'rlarmi, erkin she'rlarmi bor. Shakl jihatda masnaviy shakldagi, muhammas shakldagi, musaddas shakldagi, dialog shakldagi, hatto Vahidjonning o'ziga xos sinoqlarining mahsuli bo'lgan o'zgacha shakldagi she'rlarmi bor. Shunga Vahidjonning bu to'plamini rangarang gullar echilgan bir baqqa o'xshatish mumkin. Shakl jihatdan bundaq izlanishlar nuqul shakl bilan cheklanib qolmasdan, balki mazmun ifodalash usuli jihatdagi izlanishlar bilanmi bog'lanib ketgan. Buni Vahidjonning navbatdagi she'rlaridagi dodil bir yengillik deb hisoblash mumkin. Vahidjonning bu to'plamidan his qilganlarim yuqorqi nuqtalar bilanla cheklanib qolmaydi albatta. Ammo maqsad bu to'plam haqidagi maxsus tahlil bo'lmagani uchun gapni so'zmaslikdan zo'rur topdim. Shunga yuqorida tilga olgan bayqashlarimga konkret dalil misollarmi keltirilmadi. Ishonamanki, sagak o'qirmanlarimiz to'plamdagi she'rlarni o'qib chiqqandan keyin aytganlarimning asossiz emasligini she'rlarning o'zidan bevosita his qilib yetalaydi. 5. Biz har bir she'rning kayinda uning egisini ko'ramiz, uning ma'naviy olimini tasavvur qilamiz. Ashu she'rning kayinida turgan odam o'zining samimiyati bilan, halolligi bilan bizni o'z to'yg'ilarining chilliqiga ishontirmoqi kerak. She'r hamisha shoirning qismatidir. Agar shoir o'ziga, o'zining va o'z avlodining qismatiga yarashadigan gapni aytmasa, kishilar uningga ishonmaydi. deb yozadi O'zbekistonlik shoir Erkin Vohidov. Darvaqa, biz bu to'plamdagi har bir she'rdan Vohidjonni izlaymiz. Uning shoirani idrok, g'oya va estetik dunyosini qidiramiz. Taqdirni, qismatini izlaymiz. Uning bizga zamondoshlariga aytadigan gaplarining samimiy, halol bo'lishini, bizning orzu istaklarimizga, tashvish, iztiroblarimizga jo'r bo'lishini umid qilamiz. Shundala uning so'zlari bizning so'zimizga aylandi. Avamning so'ziga aylanadi.
Şeir yazışdan ibaret azaplık uğrunuşның məqsidi şu emasmi? Şair bo'lishning sharafimi şu emasmi? Bugün Vahitcan bizni özünün dilxanısıga başlap turupdu. Ma'lum dilg'ulluq, esangirash, shundaqla hayajon tuyg'ulari giralishib ketgan bu suhbatda shoir bir emas, balki 41 yurak bilan sirdishishga tayyor turibdi. O'zining bir emas, 41 dunyosini istiqborimizga muhayya qilibdi. 41 yurak shoirning vijdoni, aqidasi, ixlosi sifatida pichirlab turibdi. Onu anlash, anqirish va uningdan bahramon bo'lish uchunmi ma'lum darajada sezgirlik va ditning bo'lish lozimligini asdan chiqarmaslik kerak. 6. Bu yil shoirimiz Vahitcan Osman 50 yoshga kirdi. Qo'limizdagi bu to'plam balkim shoirning 50 yoshlik qiron faslida bizga sungan eng ahamiyatli sovg'asidir. Biz bu qimmatlik sovg'ini to'liq mamnuniyat bilan qabul qilamiz. Shoirning teni salomat, qalami barakatlik bo'lg'ay. Onun 60 yoshlik, 80 yoshlik, hatto 100 yoshlik sovg'alarini ko'rishga nasib qilg'ay. 2013-yili 5-oyning 4-kuni kecha. Bugün sizlarga mundaqla bir necha she'rni tanladim. Rost gap qilsam, bu to'plamga kiritilgan hamma she'r shundaq yaxshi. Aldı bilan Ey Asman nomli she'rni o'qib beray. Ey Asman. O'rin ber, ey Asman, menga o'rin ber. Saharda ko'nglimni yo'g'ila chiqdim. Bulutlar qaşmığın köz yaşlarımdan paklanish ruhida yig'lab teliqdim. Quyoshning yo'lida yo'q bir belge. Mağmaqchi bo'lgandim azmay bu marta. Yuragim agishib yulduz iziga seningda yo'q ekan kompas xarita. Qalbimga yamrıgan ko'rliq kesili qiynadi jinimni 1000 yildan beri. Umidlar taqdirga ta'tur qaradi, ruhimga lo'k soldi tunlarning sehri. O'limtik ko'rinsam tashlab meni. Ey Asman, men yerni quchay o'limda. Qonlarim motamning kuyini yoysin, zulmatda ichilgan qara gülümde. 2000-yili 4-oyning 6-kuni. Bu jahon inson uchun 4 kun ekan bu aslida. Nima ko'p qayg'u alamlar odam havoning naslida. Biridan gap so'rasam osmonni olmoq ilkiga, biridan dard anglasam yig'laydi yulduz vaslida. Bo'lmadi bir dam tinch dunyo talashning qasdida. Qonlari daryoda oqdi g'ovg'oy olam dastida. Bilmedim avlodlarim bu holni qilg'aymi tamam. Ko'ksiga gullar taqab oltin bahori gul paslida. 2000-yili 6-oyning 17-kuni. Endi bu kitobning temasi bo'lgan 41 yurak nomli she'r. 41 yurak. 41 kecha, 41 kunduz. Ko'ngilga pukilgan 41 armon. Seni bag'riga chillab turg'ini 41 daryo, 41 o'rmon. Ko'rganlaring shu tushlar pastida 41 qarnidan avvalgi zamon. 41 davan, 41 cho'qqa. Uprag'an putta 41 oyoq.
41 gılman köңlüň qetinğa naqşligini 41 dağ. Hasan yendidin kiçikligende yana bir pelle qucaq aşqan çaq. 41 dive, 41 yılan. Müşkülat salar 41 qavat. 41 körüm, 41 ölüm. Senin aldınğa taşlaydı nöbet. 41 xiyal, 41 çöçüş. Aldınğa mansağımı, mağmısağımı dert. 41 qal'a, 41 orda. 41 sultan sürüdü bezme. 41 qılıq, 41 xuluq. Əs və hoşuğunu alıdı nəğmə. 41 tulum həsrət içidə padişi tazının sözləri əzmə. 41 hocra, 41 işik. Selinğan ana 41 qolub. Aş quşları qolunda turup bir akşamdıla ketken yoqulup. 41 günlük yolunun boyuda 41 xislet yatqan basırıp. 41 sırlıq sandık içinde 41 kızның ösnü gül porek. Köz çanıqıda qatqan qanlarda çolpan yoltuzdek çaqnaydı telek. Altın okyanı sancıp beğişqa külüp yatıdı 41 yürek. 2007-ci 11-ci ayının 1-ci günü Ürümçi. Yani bir neçini oqub berey. Təkli makamda. Toğraqlarının yıltısı var, yulğullarının etizi var, ecdatlarının hit izi var, saadetinin yultuzu var, təkli makamda. Anam eytqan bir çöçek var, tarix qısqan gül çeçek var, köyüp durğan ot yürek var, tangdak yoruq bir telek var, təkli makamda. Bürkütlərinin qiyası var, Oğuz xanның oqyası var, pərişdilər ziyası var, milyon köngül dəryası var, təkli makamda. 2007-ci 6-cı ayının 28-ci günü. Yeni birini oqub berey. Təşvişlərim. Meni qiynarı gün tün təşvişlər. Şamal urğan yapraqdək yürək. Nigahimda qatqan nişallar xadı taşdın beridi derək. Öz-özümni solab qəpəskə, töt tərəbdin qiləmən qoman. Tan səhərgə kəynimni qılıb, kəşdi kökni qiləmən arman. Kəlsə şəpəq qanğı boyulub, eğizimğa kelər seyriq su. Könglim uçub çıxar yollarga, bolup baharı çaçqıcı aqqu. Dilim közü yumular gahi, kətsidəymən abdab qarıdab. Başqa öydə çıraq yıqılsa, iç-içimdin ketimən adab. Məndin sorab uşmağın şamal, kətsidəymən asmandınğulab. Məndin sorab içilmağan gül, lənətlənsə ən sesq purab. Təşvişlərim, ah təşvişlərim, yindi sığmaz qıldın içimni. Atay əmdi 7 iqlimğa, oq yaqılıb tal çeçimni. 2013-ci 2-ci ayının 18-ci günü.
Şunçalik esil bu şiirlar endi. Bayatın bir kuşlarının avazını xeyli köp anladыңlar. Meyada Kuş bilen söhbət namlıq şiiri uçurab qaldı. Aşını oxu berək. Aşını bilen axırlaşdırayım. Kuş bilen söhbət. Sen nemege şunça şadıman? Yaq, önümde öksüydü orman. Sen keçede uxlaysan qandaq? On yenim ot, sol yenim pıraq. Sen şunda körüsen nime? Sulaymanğa heydeymen keme. Nime deydi o şamal tan seher? Etqalri göherdur göher. Halın neçük simsim yağmurda. Hoşmen didar bergendek xuda. Bişarettur nime derdindin? Daraxtga ot ketar ahimdin. Sendek dersiz yok bu cahanda. Uxlaysan, men yığlab atqanda. Düşünümen qaçan tilingni? Tangdin algan çağda dilingni. Meni qaçan chillaydi osmon? Qalbinga o't yaqqanda vicdan. 2013 yılı 2. ayının 22. günü. Ey asman degan tunji she'r bilan başlagan top, oxirida qush bilan söhbət deb yana asman tabiat bilan oxirlashdi. Maqul emsa bugungi asar o'qishimiz mushinchilik bo'lsin. Yana bir qitimliq asar o'qishimizda ko'rishaylik. Aman bolaydı. Hayır, hoş. Etraftaki manzaralarni biraz ko'rsatib qo'yay. Yazdı bek mi çıraylık Nilüfer gülleri içilip ketidi bu küçük kelçekte. Mavi çimlikning etrafidagi bularning hammasi attirgullar. Attirgul bo'lgandimi biz kichik vaqtlarimizda yaqindak puraydigan, mezlik puraydigan, chiroyliq ichiladigan sog'lom shundoq attirgullar. Yazda yana bir kelib tatib ko'rsataman. Bir tiyinchoq, shundoq chiroyli tiyinchoq. Biz saqlab turamiki. Ayoq ketdi, qech ketdi.
Mana. Chiroyli sayrab ketgan qushlar. Tazım chiroyli chechakkan. Ma'qul amsa, aman bo'linglar. Kelar qitimliq anglishimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.